Barchalarga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yaqin daqiqalar ichida Sardorbek official kanali va Sardorbek official kanalining haqiqiy admini, ya'ni original admini Rasuljonov Sardorbek. Bugungi videoda do'stlar Instagramga videolarga tekinga 300 tagacha prosmotr urishni o'rgatib qo'yaman. Demak, sizdan like va podpiska va obuna, ya'ni obuna va like biz bo'lsa boshladik do'stlar. Birinchi navbatda Instagramga kirib olamiz. Xo'p, bundan keyin buning uchun video joyiga kiramiz. Mana bitta video mana ko'rishingiz mumkin. Copy link qilib olamiz. Copy link qildik. Endi biz Telegramga kirib olamiz. Mana 3 ta bo'ldi bir pasda. Mana bunaqa yurish faqat mana hozir copy link qilib olamiz. Xo'p, undan keyin Telegramga kirib olamiz. Xo'p do'stlar, bizga super simbot kerak bo'ladi. Mana shu bizga super simbot kerak bo'ladi. Mana shu botga kiramiz. Birinchilikda turgan va start tugmasini bosamiz. Bu yerdan buyurtma berish tugmasini bosamiz. Shu botdan ko'rishlarga, prosmotrga, videoga prosmotr uramiz. Xo'p, demak, tekin xizmatlarni bosamiz va Instagramni tanlaymiz. Instagram tanlaganimizdan keyin video ko'rishlarni tanlaymiz. O'qib chiqasizlar. Mana xizmat ID'si 235, narxi 100x bo'lsin, bajarish vaqti 38 daqiqa, qayta tiklash mavjud emas, bekor qilish mavjud emas. Minimal buyurtma 100 ta, maksimal buyurtma 300 ta. Buyurtma berishni bosasizlar va bu yerdan qancha kerakligini yozasizlar. Biz maksimali 300 ta kerak bizga hozir mana. Va yuboramiz va silkasini tashlang deydi. Silkasini tashlaymiz mana o'sha videomda. Xullas, tanishib turib yuborishni bosasizlar. Mana yuborishni bosamiz. Mana buyurtma ID'si mana shu videoni mana havolasiga bosib ko'raylik. Bunaqa Pastki video ekan, demak qaranglar. Chiqamiz. Bunaqa yurish faqat Chiqamiz, qaranglar. Buyurtma qabul qilindi. Buyurtma ID'si 26035. Shu ID'ni mana bekor, ya'ni orqaga tugmasi orqali, buyurtmalarning tugmasi orqali mana. Xo'sh. Bizning kanalga obuna bo'la olamiz. O'zining rasmiy kanali. Va shu mana shu buyurtmani nechta qolganini bilib olsangiz bo'ladi mana. Aydirak bajarilyapti ekan mana. Bajarilyapti, mana bajarilmoqda turibdi. Shunaqa. Endi bajarilib bo'lgandan keyin xabar keladi. Xabar kelguncha videoni pauza qilib turaman do'stlar. Xo'p. Xullas 38 daqiqa deyishdi mana do'stlar. Oradan necha daqiqa ham o'tdi hozir. Biz nomer olish uchun ham mana yerdan foydalansangizlar bo'ladi. Buning uchun mana botda yangilaysizlar. Mana bu yerdan raqam olishni bosasizlar. Bitta server, ikkita server, arzon server, 3 shunaqa arzon server kerak bo'lsa, arzon server. Menimcha arzon nomerlar bitta qo'shilmagan, birga bir turibdi. Topilgan arzon raqamlar 1-1. Nomer olishni bosasizlar. Bu yerdan ikkinchi serverni tanlaysizlar. O'zlaringizga kerakli serverda. Misol uchun menga hozir 2 kerak, mana qaranglar. Arzon davlatlar degan tugmani bosasizlar. Qaranglar, bu yerdan Keniya olsanglar bo'ladi, Vyetnam olsanglar bo'ladi, Hindiston olsanglar, Pokiston olsanglar bo'ladi, Bangladesh olsanglar bo'ladi. Adashmasam Bangladesh bo'lsa-da. Xo'p, bu yerdan yana qo'shimcha davlatlar ham bor. Xo'p, bizga prosmotr 300 ta kerak edi. Hozir 300 ta sotib olgan raqam mana. Men hozir sotib olmaganman. Xudo xolasa yetarli pul yig'sak, uni ham sotib olib chiqaramiz. Shunaqa. O'zbekiston raqamlari 14580 so'mdan boshlanyapti. Nepal 12150 so'mdan boshlanyapti joriy narxi. Ko'tarilishi mumkin. Adminiga bog'liq bu. Botni yangilaymiz. Buyurtmamiz hali yakunlangani yo'q, shuning uchun
videoni yana pauza qilaman do'stlar. Xullas do'stlar 294 ta miqdor qoldi va bu miqdor yakunlanguncha biz videoni o'chirib turamiz endi. Yo'q, o'chirib turamiz. Mana bu videoda prosmotr 22 ta. Hozir biz buyurtmaga urdik. Ya'ni prosmotr urdik. Hozir mana ko'payadi, qarab turinglar. 1 2 3. Qarab turinglar 1 2 3. 22 ta odam ko'rgan. Endi qarab turinglar, hozir men zakaz berganman. Kecha kuni buyurtma berdik. O'zi ham bir kuni 1 soatda bajarildi. 1 soatda bajardi egasi. Hozir mana shu videoga urdik. Endi xudo xolasa bugun videoni qo'yamiz. Prosmotr urilishini kutamiz do'stlar. Xo'p. Ungacha videoni pauza qilib turaman mana. Hozir mana video pauza qilib turaman. Keyin bitta narsa kutib turishingiz kerak. U 8 daqiqa, 9 daqiqa duradi. Admin qachon onlayn bo'lsa, o'shunda nakrutkani urib beradi. Ya'ni ko'rishlarga nakrutkani, prosmotrga nakrutkani urib beradi. Hozir biz yakunlanguncha kutib turamiz. Xo'p do'stlar, biz hozir prosmotr urildimi yo'qmi ko'ramiz. Mana shu botdan hozir ko'rsatib o'taman. Birinchi navbatda botga yana start beramiz. Bu yerdan buyurtmalarni tugmasini bosamiz. Va mana bu kopirovat qilib olamiz. Kopirovat qilib olib turib, ID raqamini shekilga joylaymiz. Qaranglar. Bu joylaganlarim bilan mana bunaqa bo'lmaydi. Qaranglar, buning uchun buyurtmalarni bosib turib, buyurtma ma'lumoti degan joyga kirib, mana shuni kiritamiz. Boshlanishi qolgan miqdor 294 ta qolgan. Qaranglar. Hozir men nechta qo'shilganini aytib o'taman. 22 ta turibdi, qarab turinglar. 185 ta ko'rdilaringmi do'stlar? 185 ta qo'shilgan. Ko'rishlar mumkin. Sizlar bilan Rasuljon Sardorbek bo'ldi. Sardorbek official kanali bo'ldi. Mana shu Instagram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Malibu storieslar hammasi shu yerda. Sizlar bilan Rasuljon Sardorbek. Rasuljon Sardorbek. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi video nima haqida bo'lishini xohlaysiz? Shuni yozib qoldiring. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.